Salam köpçülük көріп atқан ала Мөлжар тағдыки тәбәрік кішілер программамыз. Қазір бұл программамызда біздің мөтібер ұстаз, тәбәрік ұстаз, мұғалім Мәмітаев мұғаліміне зиярат қылып, мұғалімнің жүрек сөздерді аңлап өтіміз. Одан башқа қызмет жарияндығы тарихи bir işlerini esnaf etimiz. Diqqətinizlə ekranımızda bolsun. Yaxşısınız müəllim? Yaxşı. Özünüzdə siz oqutqan, ilgari siz bilan birga xizmat qilgan xizmatdoshlar, o'sha urug' tuqqan yaro birodarligi o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tamsiz. Bo'ldi. Men 1969-yılı o'qituvchilikqa xizmatga qatnashgan. Shu jarayonda Yangiobod yesininki 5-nji mektep, 7-nji mektep, shundaqla Yangiobod markaz mektep qatorliq maktablarda ishlab keldim. Shu jarayonda 46 yıl işleptim ben. Bu yıl işine olganda qancha yaş kirdiniz? Bu yıl 75 yaş kirdim. Oy, yaşap ketdiniz, sağlam bolsun, texnik salamet bolun. Şu her joydagi jumladan bütün yer sharidagi mana shundaq qadar ustozlarimizdan teni salamet bolsun, her joyda bo'la aman bolsun. Mush kichikimizdan boshlab qarang'i dilimizni, qorong'i ko'zimizni echib, bizga yo'q dunyoni ilim ma'rifat bilan bizni sifatlab, bizga bilimlarni berib, hammamizni dağdan bir sosyalizmga yaxshi yo'lga yetakab o'tgan barliq ustozlar har joyda aman bo'lsin. Rahmat o'zingizga. Shular bo'lgan vaqtida siz 69-yili xizmatga chiqqansiz. Ha. Ondan ilgari qayerdagi maktabda o'qigan? Ondan ilgari shu boshlang'ishda Qarabog' 6-nji mektepte okudum. 65-yili başlangıçını bitirip 66-yili Uşturpan 1-nji oturuğa kirip işedim. Toluksuzda okudum. 66-nji yıldan 68-nji yılgaçlik toluksuzda okup çıktım. Şu vaqtida siz şu Uşturpanda toluksuzda Uşturpanda okugan mı? Uşturpanda toluksuzda Uşturpanda okugan. Şu vaqtida şu okuydigan balla siz bilen birga kelip, siz şu Qarabog'dan kelip okuysiz bir yaxshi. Shunda bo'ldi. Qarabog'dan kelip siz okuydigan, yani sizin sabaqdosh balla bormi shu? Ha, batı. Abeydullah Jurunnadir şu muharib dersini bizga chiqdi. Ha. Abeydullah Osman Aqniyaz. Ha. Qatarlıq balladan bir 18-20 balla okugan. O vaqtida bu maktab kelib ketishning o'zi hamda bu Qo'shqon daryosi bor. Bek japalık. Piyoda kelib, piyoda ketdik. Sularni kechdik. Qishmallari ko'rik yo'q. Shu suvni kechib, o'tish jarayonida putlarimiz degandan keyin to'ngab, sunyak o'tib ketdi. Biz kichik vaqtlarimizda ko'rgan kunlar nurg'un. Bozor kelish, Uşturpan bozoriga kelish bizning ota-onalarimizning testi bu Qo'shqon daryosidagi bu ko'rik yo'q u vaqtda. Shunda japalık. Biz mana shunda japalık jarayonni boshini o'tkazib o'qigan bo'lg'achqa mana o'zingiz nurg'un tuman ming bolalarga dars berib, ashlarni qarang'i bulni yuritdingiz. Shunda bo'ldi. Hozir o'zimizning qo'limizda o'qigan tuman ming bolalar biz ash Məmitayev muallimning qo'lida o'qigan deb cho'qim eslaydi. Men maktabga kirgan vaqtimda siz mana bevosita bizning sinfga bevosita dars bermagan. Ders vermegen bilen şu men maktab girsem men Tudiyak muallimning qo'lida o'qidi. Shu vaqtda men basam bizda shu maktabda naati o'zimizni kelishgan ruh yosh vaqtlarimda. Shu vaqtda shu maktabga kirib, undan keyin Məmitayev muallimga vaqtda qo'ldi. Bizning uydagilar anam dadamlar bilan yaqin o'tgan edi. Shularga gipnoza qildigan. Bizlar qatilib vaqt
Işıklıqlar var, ha. Şu ma'lumlarni endi bek hurmat qilamiz-da, shu hurmat bek hurmat qilgan sababimniki tatınıp şu aldığımızdan to'g'rimi o'tmaymiz. Sizlar bir etap bo'lgandan keyin andın biz etap anı ya sizlar kirdigan ya bir har qanday bir yo'lni ushlab qolsak, ashuna ma'not to'qib vaqt shunda har qanday bir ma'lumni shunda bek shunda hurmatlayib yedi qap tatınıp bilimninki sizlar bilimning kuchidan biz ashuna balki ma'lumma deb ashuna tatıngan bo'lishimiz mumkin. Bunda vakti şu Osman Ahmet Kam, Ebeydullah Kam'da bilen siz bir sınıf mı ya? Bir sınıftık. Bir sınıf bildi okum. Başlangıçtan tap, otur mektepçilik, doluksuzda bildi oku. Başlangıçta okutan bağlamınızın ismini bilir misiniz?